Rasulimiz alayhissalom aytadilarki, kim bir bemorni ziyorat qilsa, unga farishtalar nido qilib turadi. Poksan, qadaming ham muborak, jannatda senga makon tayyor deb turar ekan. Termiziyda keldi bu hadis. Qarang, bir kasalni ziyorat qilgani borasizmi, do'stingizni ziyorat qilgani borasizmi? O'sha chiqishingizni o'zida shuncha savob bor ekan. Ana shuning uchun ham bir-birlarimizni ziyorat qilib turishligimiz kerak, ko'rib turish kerak. Ota-onani eng birinchi, qarindosh urug', aka-ukalarni endi hozir shunaqa bo'lib ketdikki, ziyoratlar yo'qolib bormoqda. Shu telefonda gaplashamizda. U ham hozir kamayib bor. To'g'risi, bir paytlar borib yoshligimizda bizni ota-onalarimiz qo'limizdan yetaklab olib borib tanishtirardilar. Mana bu seni ammang, mana bu xolang, bu xolobachchang. Ularni bir joyga to'plardi. Ayniqsa yoshi katta ulug'larda shunaqa odati bor ediki, yoshim katta bo'lib qoldi, mendan keyin qarindoshlar bir-biri bilan uzilishib ketmasin deb bir paytda hammani to'plab tanishtirardilar. Bu senga falonchi, pistonchi deb o'sha qavmni ulug'ini shunaqa ishlari borardi. Hozir kechirasizlar-u, aka-ukani u yoqdan ko'pchilik tanimay qoldi. O uzoq qarindoshlar, ammani bolasi, ammani nevarasi, xola, tog'a uzoqlashib ketdik. Bu qadriyat yo'qolib boryapti. Aslida qarindosh urug'ni ziyorat qilib turishlik, holidan xabar olib turishlik kerak edi. Lekin bu narsalar ham yo'qolib boryapti. Simli telefon chiqqan paytda telefonda gaplashdik, keyin mobil telefon chiqdi, bunda gaplashdik. Keyin asta-sekin SMS yozishga o'tdik. Hozir SMS ham yozmaymiz. Hozir tayyor yuboramiz. O'shini yuboramiz, u ham shuni javob berib qo'yadi. Bu holdan xabar olish emas. Agar siz Alloh uchun yaxshi ko'rib biror bir do'stingizni, qarindoshingizni, ulug' insonni ziyoratiga chiqsangiz, Rasulimiz alayhisalom aytganidek qadamingiz pok, niyatingiz pok, jannatdagi joyingiz muborak dedilar. Mana shu niyatda qilishlik kerak.